Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga kvadrati $600 dan arzon uy so'raganlar uchun zo'r joy topib qo'ydim. Shahar mana oddiy shahar. Mana 16 etажkalar bor-ku. Sokin makon turar joy majmuasi, Yangi Hayot tumani, bu taraf Zangata tumani. Bog'izormidi? Bog'izor mahallasida turibmiz o'rtoqlar. Bu yog'i o'sha qamoqxonaga chiqib ketadigan ko'chadamiz. Bu yoqdan kirib keldik. Mana shu yerda 5 etajli domlar, odamlar maza qilib baxtli yashayotgan joylarda 5-etajdan 109 kvadrat joy sotilyapti. Kvadratiga $600 dan so'rayaptilar. Remontlari tayyor, kirib yashashingizga tayyor holatda turibdi. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va yaqinlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying. Zora siz ham sababchi bo'lib qolsangiz, kimdir uyli bo'lishiga, shu uyda to'ylar qilishiga sababchi siz ham, men ham sababchi bo'lib qolamiz. Narxlarni men 70 ming so'rayotgan ekanlar, keling yoki $600 dan qiling dedim. Taxminan 65 ming 400 atrofida chiqyapti. Yana kelishtirib berasiz mana obunachilarimga dedim. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib, yaxshilab savdolashsangiz, zo'r skidkalar yana qilib beradilar, xudo xolasa. Shu podyezddan 5-qavatga ko'tarilamiz. Ha aytgancha, mustaqilligimizni 35 yilligi munosabat bilan men obunachilarimga bugundan boshlab sentyabr oyigacha atiga 1 million so'mga uy joylaringizni reklamasini bugundan aksiyani boshlayapmiz. Telefon qilsangiz qolgan hamma ma'lumotlarni beramiz. Atiga 1 million so'm bilan uy joyi sotilib ketishi mumkin. Ketdik, 5-qavatga ko'tarilamiz. Tepada meni nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz o'zim javob berib hammasini tushuntiraman. Ketdik. 5-qavatga ko'tarilamiz. Koridorlari ham yaxshi, remontlari juda ahvollari og'ir emas. O'rtoqlar, mana 5-qavatga ham chiqib oldik. O'zi 3 ta dona xonadon bor ekan. Mana shu eng kattasi 109 kvadratli xonadon sotuvga qo'yilgan. Xo'p, kirib kelamiz. Bu yerda hol deymizmi, koridor deymizmi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Buni kengligini ko'rib koridor deya olmayapman. Lekin hol desangiz, holga ham tortyapti-da. Shuning uchun kommentariyada fikringizni yozinglar. Xo'p, bu tarafda oshxonasi joylashgan. Remontini ko'ryapsizlar, mebel texnikasini qo'yib yashasanglar bo'ladi. Xohlasangiz aboy qilaman desangiz, uni ham qilib yashasangiz bo'ladi. Isitish sistemalari hammasi ulangan va bu tarafda o'zini balkoniga ega. O'sha Yangi Hayot sokin makon deb sotilayotgan obyektlar mana shu 16 etajli sokin makon turar joy majmuasi. Shunda orqasidagi 5 qavatli domlarni 5-qavatda turibmiz. Mana ko'ryapsizlar, batareykalari bor, isitish sistemalari ham hammasi tayyor. Kelib prosta yashash kerak bo'ldi, bo'ldi. Narxini ham aytdim-ku, $65.400 mi chiqyapti, kvadratini $600 dan so'rayaptilar. Yana kelishtirib beraman dedilar. Bu yerda ham mana bitta xona, bolalar yotoqxonasi qilsangiz bo'ladi, mehmonxona qilsangiz bo'ladi. Bu yerda mana ikkinchi xonasi. Keng, katta yorug' xonalar. Bu yerda mana 3-xonasi, spalniy qilsangiz bo'ladi, kattalar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu tarafda hojatxonasi, razdельный, sanuzeli mana bu tarafda. Xo'p, o'rtoqlar, yana takrorlayman, Toshkent viloyati Zangata tumanida turibmiz. Mana shu ko'rganinglar, sokin makon turar joy majmuasini oldi, o'zi Yangi Hayot tumani. Bu yerda ham 2027-yil Yangi Hayot tumaniga kiradi deb uy egalari aytishyapti, past egalari nomeri. Bemalol telefon qilib savdolashib, xarid qilsangiz bo'ladi. 1 kvadratdan $600 dan so'rayaptilar, lekin yana kelishtirib beradilar. $65.400 so'rayaptilar, kelishtirib beraman dedilar. Siz ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 mustaqilligimizni 35 yillik munosabatlar bilan aksiya qildik. Atiga 1 million so'm evaziga uy joyingizni reklama qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Boshpana TV YouTube, Telegram, Instagram kanallarimizda. Shu videoni opisiyaniyasida Telegram, Instagram kanallarimni, sahifalarimni silkasi turibdi. Bosinglarda o'tga ham obuna bo'lib olinglar, qisqa videolarni u yoqda ham qo'yib boraman. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.